Atigi o'z 3-raundni boshladi. Bugun 3-kunimiz, 1-iyungacha hamma skidkadagi narsalarimizni sotib olishlaringiz mumkin. Do'stlar, mana bu trendiy huquqlar deysizlarmi, mashinalar deysizlarmi, hamyonbop narxlarda kelib xarid qilaveringlar. Bizda har kuni faqat 1-2 tovarlarni videosini obzorini qilib beramiz narxlari bilan. Keyingi videolarda bizda nima tovarlar borligi haqida bilib olishingiz mumkin. 22-mayda bu o'tgan sanamizdagi aksiyamizdan narsalarni pashtish qilib ketishdi. Xullas kalam endi qurib ketishgani orqa tomonga o'tishyapti. Bu basseynlarni hammasini bittadan olinardi. Mayli shunda ham deb 10 ta 20 talab olib bolalarga hadya qilishyapti. Boshqa tovarlar, men bilan 99 ming so'm, men bilan 10 ming so'm. Kattagina suv pistoletda 10 ming so'mdan. Men bu yerdagi boshqa tovarlar ham bor. Men bilan 20 ming so'm, men bularni o'zi suzib o'ynaydiganlar daje bolalarni. Bular 30 ming so'm, 35 ming so'm chiqadi. Juda ham arzon, qo'lini tiqib olib bemalol yuradi. Va balonchiklarning hammasi 25 mingdan. Har xili bor. Bular hammasi skidka narx, o'rtoqlar. Bunaqa narx hech qayerda yo'q. Basseynlar ham, basseyn suvi, nasosi, optim narx. Optim dona bir xil narx. Tushunaveringlar. Atigi hech kim bo'la olmaydi, hech kim atigi bo'la olmaydi deganlarda, mana bu воздушный plastinlarimizni qurib ketishdi. Ikkitasi 5 mingdan. Va mana bu yoqdagi hamma legolarimiz 10 mingdan. Mana bu yerda temir pistoletlarimiz bor. Voy ishoninglar, buni narxini bomba narxida qilib qo'yganman, keyorasizlar. Mana bu joylarda mayda bog'chalarga qilinadigan bisir naborlarimizni 15 ming so'mdan hech qayerda topa olmaysiz. Mana bunaqa bisir nabor taqinchoqlar yasaydigan narsa. Puzzle'larni 10 mingdan edi, 8 mingdan qilib qo'yamiz. Bu 1-iyungacha bo'lgan skidkamiz bo'ladi. Mana bu joyda hamma narsani aynalib ko'rib, bemalol olib ketishingiz mumkin. Bu joydagina kashta, bolalarga kanikulda to'qib o'tirgani zo'r narsa va bitiruvchilarga har xil narsalarimiz bor. Mafiyalarimiz 99 mingdan edi, 75 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Bemalol 1-iyungacha keling, xarid qiling, maza qilib va unda davomida yana ham bomba aksiyani kuzatib boring. Kunlik aksiyalarimiz davom etmoqda.